O'ziyam butun Xitoyga ko'chirib keldim. Bugun sizlar bilan raspakovka qilamiz. Nech pulga olganimni narxlarini ham aytib ketaman. 50 minglik kursimda bu narsalarni zakaz qilishni o'rgataman. Kiyimlar uchun 4 tali naborli organizer 45 ming so'mga oldim. Hozirgi kunda trendga chiqayotgan zolotistый жемчужный gulli korsetlarni atiga 15 ming so'mdan bittasini 20 ming so'mdan oldim. Tortmalarning ichi akkuratniy bo'lib turish uchun akrilovый idishlar naborini atiga 35 mingdan oldim. 8 tali nabor. Xo'jistga vatni disklarni solish uchun yangilik kiritib zolotistый idish zakaz qildim. Donasini 14 mingdan o'zim uchun bosinoshka zakaz qilgandim. Razmeri kichkina keldi. 300 ming so'mga sotib yuboraman. Razmer 38. Kistichkalar uchun turli organizer narxi 65 ming. Oynani bu darajada katta kelishi xayolimga ham kelmagan. Simli kelganiga qolyapsizlar. Menga o'xshab zakaz qilish xohlayapsizlar. Endi meni atiga 50 ming so'mlik kursimda o'qib olishga ulgurdim. Eng zo'r tomoni menda kargo 1 kilosi uchun atiga $6. Boshqalariga o'xshab 9, 10 yoki 12 dollar. Xitoydan zakaz qilsa kargosi bilan qimmatga tushib ketadi deb yurgan qizlar endi bemalol qo'rqmasdan mendan zakaz qilishni o'rgansangiz ko'rib bo'ladi. Kargochilarim narsalarimni sindirmasdan akkuratni qilib olib kelib berishdi, hattoki oynalarni ham.